Endikilik siyemiz, hürmetlik vatandaşım, sezgür, timab ötkende biz sizlerge sözüldük. Amerika Devlet Meclisi'nin Avam Palatası Tayvan Seyli Seyahat Kanunu ilan kılıyor ki makullu dedik. Endi bugün ötkenkisi sel tom tağrak idi, abi sıra kıtrak idi. Endi bugünkisi tepsili toxtılıptı. Şuna onu yana kayta sözleşmeye liksiya qilib sizlarga so'zlashni loyiq topdim. Endi sezgür mesele. Sezgür mesele bo'lganda intayin jiddiy paytdagi sezgür mesele. Bu tarafda Çavuşan meselesi turibdi. O tarafda Jungo'nun 19. partiya qurultayı turibdi. Bu tarafda prezidentning 11 ayının 3. kuni Jungo'ni ziyorat qilishi turibdi. O tarafda Jungo bilan Amerika Qo'shma Shtatlar Tayvan munosabatining o'zgarish davriga kirayotganligidan iborat nozik Nait zil bir vaziyet duruptu. Muşundak ahval asıdı Amerika Qo'shma Shtatları Devlet Meclisi Avam Palatasının Tayvan Seyli Seyahat Kanununu ilan qilishi yani ma'qullashi bu vaziyetga qanday ta'sir ko'rsiz degan mazmunda sezgör masala bo'lganligi uchun biz endi uni tafsiliyroq Devlet Meclisi'de zada qanday ma'qullandi bu qonun loyihasi tafsiliyroq sözleştim bu makalını, yani ikinci qatam yetib kelgan makalını tayyorlab keldim. Vatandaşlarning foydalanishiga topshirdim. Mavzu mundaq. Tayvanni qo'llash qonun loyihasiga Jungo qarshi turdi. Davlat Meclisining a'zosi bu Amerika bilan Tayvan o'ttirisidagi ish dedi. Mavzuda xabar 10 ayning 13 kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Washington. Amerika Qo'shma Shtatlar Devlet Meclisi Avam Palatası Tashqi Munosabatlar Komiteti 10 ayning 12 kuni tushdan burun Tayvan Seyli Seyahat Kanunini ma'qullab, Amerika Tayvan hukumatlari o'rtasida har darajalik hukumat amaldorlarining o'zaro berish kelishini cheklashni bekor qilishga ilhom berdi. Avam Palatası Tashqi Munosabatlar Komitetining raisi Ed Royce mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasi Amerika Tayvan amaldorlarining o'zaro qarshi tarafni yoki ikkisi bir-birining davlatini ziyorat qilishga cheklama qo'yib keldi. Davlat Mahkamasi Amerikada cheklama qo'yib keldi, ziyorat keldi. Bu qonun loyihasi shunday qiliqni ayblaydi. Amerika Tayvan hukumat amaldorlarining jumladan yuqori darajalik amaldorlarning o'zaro ziyorat qilishiga ilhom berib, Amerika Tayvan o'rtasidagi muhim hamkorlik munosabatini texmo kuchaytirdi. Tayvan Seyli Seyahat Kanun loyihasining moddalari mundaq yozildi. Tayvan Amerika munosabati qonuni yo'li qo'yilgandan beri Amerika hukumati Tayvan Amerika hukumati yuqori darajalik amaldorlarni o'zaro ziyorat qilishiga cheklama qo'yib oldi. Shuningdek, ikki taraf yuqori darajalik amaldorlarning aloqa munosabat qilishlarida kam bo'ldi. Shunlashqa Amerika Davlat Meclisi mundaq hisobladi. Amerika hukumati Amerika Tayvan o'rtasida barliq har darajalik amaldorlarning o'tgan nima dedik? Prezident, muavin prezident, davlat mudofaa ministri, tashqi ishlar ministri har darajalik amaldorlarning o'zaro ziyorat qilishiga ilhom berish kerak. Siyosatda Amerika Qo'shma Shtatlar hukumatining siyosati mundaq bo'lishi kerak. Diqqat vatandoshlar. Siyosatda Amerika Qo'shma Shtatlarining siyosati mundaq bo'lishi kerak. Birinchi, barliq qatlamdagi Amerika hukumat amaldorlari jumladan hukumat kabineti darajalik davlat bexatarligi sohasidagi amaldorlar, odatdagi ishlar va ma'muriy bo'limlardagi amaldorlar Tayvanni ziyorat qilishi kerak. Tayvanda o'xshash darajalik amaldorlar bilan aloqa munosabatda bo'lishi lozim. Buningga ruxsat qilinishi lozim. Ikkinchi, Tayvanning yuqori qatlam amaldorlari muvofiq hurmatga va inovatga erishgan holda Amerikaga ziyoratga kelishi lozim. Jumladan Amerikada Davlat Mahkamasining amaldorlari hamda Davlat Mudofaa Ministrligi organlari amaldorlari bilan ko'rishishi kerak.
bununğa ruhsat qilinishi lozim. Üçüncü, Tayvan'ın Amerika turistlik vakaletlik organı vekili ve başka Tayvan'ın Amerika tahsis kılgan faaliyet kılış organları Amerika'da faaliyet bilen şoğullanğanda cümleden Amerika Devlet Meclisi'nin azaları, federatsiyalik, ştatlık, yerlik emeldarlar bilen körüşke bu faaliyetlerge Tayvan yukarı derecelik emeldarlarının katnışıga ilham beriliş gerek. Bu kanun layihini oturup koyguçu Ohio Ştatı Cumhuriyetçilerin Avam Palatası'nın azası Steve Chaput. Mundak görset, Cungu uzundan beri Tayvan'a besim işletti. Tayvan'ın ilgilik hukukunu qoğdaştı. Amerika'nın kanuni ve ahlakı mesuliyeti var. Dikkat vatandaş. Cungu uzundan beri Tayvan'a besim işletti. Tayvan'ın ilgilik hukukunu qoğdaştı. Amerika'nın kanuni ve ahlakı mesuliyeti var. Cunhua Halk Cumhuriyeti bizden her kandak hareket kolunup ıslah kılışımızga, Amerika-Tayvan münasibetini küçeytişimizge karış durup geldi. Men ulanın yani Cunhu'nun Amerika-Tayvan münasibeti buzivitişki yol koyması gerek dep hesaplayman. Çabot Efendi Amerika Avaz Radyosu muhbirinin ziyaretini kabul kılganda Tayvan'da kollaydıgan pozisiyasını ifadelep Cunhua Halk Cumhuriyeti uzundan beri Tayvan'a besim işlet, Tayvan'a zomigarlık kıldığı da görsetdi.